Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisiz? Xudo xolasa Zomilon 1304 ga yasagan plugimiz tayyor bo'ldi. Kraskasi ham xudo xolasa bitdi. Ko'rishingiz mumkin. Orasi ligirovka bo'ladi, egalari aytdi. Zazor qo'yib bering deyishdi. Katta orali, o't cho'pli joylarda orasini ochib bemalol haydaverishadi. Bitta lak bosib qo'yamiz kamtarona mehnatimizga. Keyin Arion 630 legenda traktorimizga va yoqda yana 4 talik katta stilda. Xudo xolasa buni ham bir kunlik ish qoldi. Hamma narsasi tayyor. Bundan keyin ikkita 3 talik zagotovka jarayoni ketyapti. Ichkarida ham bor. Mana kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Hammaga katta rahmat.